Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shunchaki bir yangilik haqida emas, balki har birimizning hayotimizga bevosita ta'sir qiluvchi, ko'plab oilalarning farovonligi va kelajagi bilan bog'liq bo'lgan o'ta muhim bir mavzu. Yangi ro'yxat haqida gaplashmoqchiman. Hozirgi kunda ijtimoiy yordam tizimida, ayniqsa davlat tomonidan ko'rsatilayotgan ko'mak dasturlarida juda jiddiy o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Ko'pchiligingiz bu o'zgarishlar haqida eshitgansiz. Ammo ularning asl mohiyati, kimlarga ta'sir qilishi va nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida to'liq ma'lumotga ega emasligingizni bilaman. O'zimning ko'p yillik tajribamdan kelib chiqib aytamanki, bu ma'lumot sizning oilangiz, farzandlaringiz, umumiy farovonligingiz uchun kritik darajada muhimdir. Agar siz davlatdan biron bir turdagi yordam olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz yoki shunday yordam olib kelgan bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingiz shart. Har bir tafsilot muhim. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumot imkon qadar ko'proq insonlarga yetib borishi kerak. Avvallari ijtimoiy himoya tizimida fuqarolarga yordam berishda asosan bir nechta oddiy mezonlarga tayanilardi. Masalan, oilaning umumiy daromadi ma'lum bir miqdordan past bo'lsa, yoki oilada nogironligi bor shaxs bo'lsa, yoki boquvchisini yo'qotgan oilalar kabi aniq belgilangan toifalar yordamga haqli deb hisoblanardi. Bu tizim nisbatan sodda edi, biroq uning o'z kamchiliklari ham yo'q emasdi. Ba'zan yordamga chinakam muhtoj bo'lmaganlar ham turli yo'llar bilan imtiyozlarga ega bo'lishga harakat qilishardi. Haqiqiy ehtiyojmand oilalar esa keraksiz byurokratik to'siqlarga duch kelishi mumkin edi. Murojaat qilish jarayoni ham ancha sekin va ko'plab hujjatlarni yig'ishni talab qilardi. Asosiy e'tibor faqatgina pul daromadiga qaratilgan bo'lib, oilaning boshqa mulkiy holati, masalan, bir nechta uy yoki qimmatbaho avtomobilga egaligi kabi jihatlar yetarli darajada inobatga olinmasdi. Bu holat yordamning adolatli taqsimlanishiga to'sqinlik qilar edi. Ba'zan yashirin boylar ham davlat ko'magidan foydalanishga muvaffaq bo'lishardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Prezidentimizning tashabbusi bilan va xalqaro tajriba o'rganilgan holda ijtimoiy himoya tizimida yangi ro'yxat tamoyili joriy etildi. Bu yangi ro'yxat faqatgina yangi mezonlar to'plami emas, balki ijtimoiy yordamning butun falsafasini o'zgartiruvchi, uni yanada adolatli, shaffof va manzilli qiluvchi kompleks yondashuvdir. Asosiy o'zgarish shundaki, endi har bir oilaning nafaqat daromadi, balki moliyaviy holati, mulkiy holati, shuningdek uning ijtimoiy portreti chuqur va har tomonlama tahlil qilinadi. Bu birinchidan, yordamga haqiqatdan muhtoj bo'lgan oilalarni aniqlash imkonini bersa, ikkinchidan, davlat mablag'laridan yanada samarali foydalanishni ta'minlaydi. Ya'ni, eski tizimdagi ba'zi bo'shliqlar yopilib, yordam endi aniq maqsadga yo'naltiriladi. Endi siz shunchaki past daromad ko'rsatmasi bilan cheklanib qolmaysiz. Balki sizning umumiy turmush tarzingiz, mol-mulkingiz, oilangizdagi har bir a'zoning ehtiyojlari kabi keng qamrovli ma'lumotlar kompleks tarzda baholanadi. Bu esa o'z navbatida har bir fuqarodan yanada shaffoflik va aniqlikni talab qiladi. Xo'sh, bu yangi ro'yxat nimalarni o'z ichiga oladi? Kimlar xavotirga tushishi kerak va kimlar bemalol bo'lishi mumkin? Keling, har bir jihatni chuqur tahlil qilaylik. Birinchidan, endilikda oilaning daromadini hisoblashda nafaqat rasmiy ish haqqi va pensiyalar, balki boshqa barcha daromad manbalari ham inobatga olinadi. Bu degani, agar siz norasmiy ravishda qo'shimcha daromadga ega bo'lsangiz, masalan, ijara berishdan, bir martalik ishlardan yoki boshqa manbalardan tushadigan pullar ham endi baholanadi.
Oldinlari ko'plab fuqarolar o'zlarining rasmiy daromadlarini kamaytirib ko'rsatish orqali yordam olishga harakat qilishardi. Endi davlatning raqamli platformalari va idoralararo hamkorlik tufayli bunday daromadlarni yashirish ancha qiyinlashadi. Misol uchun deylik, oilaning rasmiy daromadi har bir a'zoga fayxuzar 1000 so'mdan to'g'ri keladi. Bu esa kam ta'minlanganlik chegarasidan past. Lekin agar shu oila yil davomida ikkita kvartirasini ijaraga berishdan har oyda 3 million so'm daromad olgan bo'lsa, yoki dehqonchilikdan 10 million so'm foyda ko'rgan bo'lsa, ushbu ma'lumotlar endi maxsus bazalarda qayd etiladi va hisobga olinadi. Natijada oilaning umumiy oylik daromadi keskin oshib ketadi va ular avvalgi mezonlar bo'yicha ham, yangi mezonlar bo'yicha ham kam ta'minlanganlar ro'yxatiga kirmaydi. Ikkinchidan, mulkchilik holati yangi mezonlar orasida eng muhimlaridan biridir. Ya'ni, agar oilada bittadan ortiq turar joy binosi, masalan ikkinchi uy, do'kon, kottej kabi ko'chmas mulklar mavjud bo'lsa, yoki qimmatbaho avtomobil, qishloq xo'jaligi texnikasi kabi transport vositalari bo'lsa, ular ham ijtimoiy yordam olish huquqiga ta'sir qiladi. Masalan, oila a'zolarining rasmiy daromadi past bo'lishiga qaramay, ular shahar markazida ikkinchi bir qimmatbaho uyga ega bo'lsa, ushbu uy ijaraga berilmasa-da, uning mavjudligi oilaning moliyaviy barqarorligidan dalolat beradi va davlat yordami olish imkoniyatini kamaytiradi. Oldinlari bunday holatlarga deyarli e'tibor berilmasdi. Endi esa barcha mulkiy obyektlar, kadastr ma'lumotlari, avtomobil egaligi haqidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda tizimga kiritiladi. Bu degani, sizda ikkinchi uy, qimmatbaho avtomobil, masalan, yangi ishlab chiqarilgan Malibu yoki Tracker mavjud bo'lsa, hatto sizning daromadingiz rasman past ko'rinsa ham, yordam olishga haqli bo'lmaysiz. Faqatgina uydan tashqari oila mulkidagi birgina yengil avtomobil istisno qilinishi mumkin, agar u oila ehtiyoji uchun ishlatilsa va uning qiymati ma'lum chegaradan oshmasa. Bu yerda aniq raqamlarga e'tibor berish lozim. Ikkinchi uyning bahosi, avtomobilning ishlab chiqarilgan yili va qiymati ham muhim rol o'ynaydi. Deylik, oilada 2018 yildan keyin ishlab chiqarilgan ikkinchi avtomobil bo'lsa, bu avtomobil mulkiy baholashda katta plyus bo'ladi. Uchinchidan, oilaning ijtimoiy portretini baholash joriy qilindi. Bu ancha murakkabroq mezon bo'lib, unda oiladagi ishsiz a'zolar soni, ularning mehnat qilish salohiyati, o'qish yoki malaka oshirish imkoniyatlari, oilaning kredit tarixi, qarz yuklamasi, oiladagi nogironligi bor shaxslar soni, yolg'iz onalar yoki boquvchisini yo'qotganlar kabi holatlar kompleks tarzda ko'rib chiqiladi. Misol uchun, agar oilada 2 nafar mehnatga layoqatli, ammo hech qayerda ishlamaydigan va mehnat birjasi ro'yxatida turmaydigan kattalar bo'lsa, avval bu avtomatik ravishda kam ta'minlanganlik belgisi hisoblanardi. Endi esa ularning ishsizligi sabablari o'rganiladi. Agar ular jiddiy kasallik tufayli ishga yaroqsiz bo'lsa yoki nogironligi bo'lsa, bu boshqa masala. Ammo agar ular ishdan bo'yin tovlayotgan bo'lsa yoki taklif qilingan ishlardan uzrli sababsiz bosh tortgan bo'lsa, bu holat ularning yordam olish imkoniyatini pasaytiradi. Chunki davlatning maqsadi shunchaki pul berish emas, balki fuqarolarni mehnatga jalb qilish va o'zlarini boqishga undashdir. Yangi tizimda, agar oilada mehnatga layoqatli shaxslar mavjud bo'lsa, ularga bandlik markazlari tomonidan ish taklif qilinadi va bu taklifdan bosh tortish yordam olish huquqiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu masalan yosh, sog'lom, lekin ishlamaydigan 2 farzandli ota-onaga qat'iy talablarsiz yordam berilmaydi deganidir. Xo'sh, kimlar xavotirga tushishi kerak? Asosan oldinlari o'z daromadlarini yashirib,
mulkiy holatini inobatga olmay turib davlat yordamini olib kelganlar. Shuningdek, mehnatga layoqatli bo'la turib, ishga joylashishga urinmay, faqatgina davlat yordamiga umid bog'laganlar ham yangi tizimda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Kimlar esa bemalol bo'lishi mumkin. Haqiqatdan ham yordamga muhtoj, nogironligi bor oila a'zolari mavjud. Boquvchisini yo'qotgan, og'ir kasallikka chalingan yoki haqiqatdan ham daromadi minimal darajada bo'lgan va boshqa mol-mulkiga ega bo'lmagan oilalar. Ularning holati yangi tizimda yanada aniqroq aniqlanadi va yordam shu oilalarga manzilli yetkaziladi. Endi esa eng muhim qismga, istisnolarga, qopqonlarga va noaniq nuanslarga e'tibor qarataylik. Har bir qoida o'z istisnolariga ega va bu yangi ro'yxat ham bundan mustasno emas. Birinchidan, ba'zi turdagi mulklar mavjudligi yordam olish huquqiga ta'sir qilmasligi mumkin. Misol uchun, agar oilada bittadan ortiq turar joy bo'lsa, ammo ikkinchi uy uzoq muddatli ipoteka krediti orqali sotib olingan va u hali to'lanmagan bo'lsa, yoki bu ikkinchi uy voyaga yetmagan bolaning nomiga rasmiylashtirilgan bo'lsa va uning ustida vasiylik mavjud bo'lsa, ushbu holatlar individual tarzda ko'rib chiqiladi. Yoki oila a'zolaridan biri chet elda ishlayotgan bo'lsa, uning daromadi ham hisobga olinadi. Ammo uning O'zbekistondagi oilasiga yuboradigan pul o'tkazmalari miqdori ham aniq tahlil qilinadi. Ba'zan chet elda ishlashdan tushgan daromadning katta qismi u yerda yashash va ishlash xarajatlariga sarflanadi. Shuning uchun bu mablag'lar to'lig'icha oilaning daromadi sifatida baholanmasligi ham mumkin. Bu yerda har bir holat o'ziga xos. Muhimi, siz barcha ma'lumotlarni shaffof tarzda taqdim etishingiz kerak. Ikkinchidan, qopqonlar mavjud. Ba'zi fuqarolar mol-mulklarini yoki daromadlarini sun'iy ravishda yashirishga urinishlari mumkin. Masalan, ikkinchi uyni boshqa shaxsning nomiga o'tkazish, avtomobilni yaqin qarindoshiga rasmiylashtirish yoki norasmiy daromadlarni butunlay yashirish. Ammo zamonaviy raqamli tizimlar, idoralar aro ma'lumot almashinuvi va mahalla elektron tizimi orqali bunday holatlarni aniqlash ancha osonlashadi. Agar siz yordam olish uchun noto'g'ri ma'lumotlar taqdim etsangiz, bu nafaqat yordamdan mahrum bo'lishingizga olib keladi, balki qonuniy javobgarlikka ham tortilishingiz mumkin. Bu masalan, oila boshlig'ining nomida 2 yil oldin sotib olingan yangi avtomobil bo'lishiga qaramay, u avtomobilni qarzga sotib olganini bahona qilib, yordam so'rashga harakat qilishi mumkin. Lekin banklarning kredit ma'lumotlari ham, avtomobilga egalik ma'lumotlari ham tizimda mavjud bo'ladi. Shu sababli samimiylik va shaffoflik juda muhim. Uchinchidan, ba'zi noaniq nuanslar mavjudki, ular aniq tushuntirishni talab qiladi. Masalan, oilada og'ir kasallikka chalingan shaxs bo'lsa, uning davolanish xarajatlari oilaning umumiy daromadidan chegirib tashlanishi mumkin. Bu degani, agar oilaning daromadi kam ta'minlanganlik chegarasidan bir oz yuqori bo'lsa-da, ammo og'ir kasallik tufayli doimiy va katta miqdordagi dorilar yoki operatsiyalar xarajatlari mavjud bo'lsa, bu xarajatlar hujjatlar bilan tasdiqlangan holda inobatga olinadi. Yoki oilada aliment to'lamaydigan farzandlar yoki alimentdan to'liq mahrum qilingan ota-onalar bo'lsa, bu ham oilaning moliyaviy holatini baholashda alohida ko'rib chiqiladi. Bu holatlar davlat xizmatlari markazlari va mahalla fuqarolar yig'inlari qoshidagi ijtimoiy xodimlar tomonidan individual tarzda o'rganiladi va ularning qarori muhim bo'ladi. Shuningdek, oilada to'lov qobiliyatiga ega bo'lmagan talabalar mavjudligi ham baholanishi mumkin. Chunki ularning o'qish xarajatlari ham oilaning zimmasidagi yukni oshiradi. Misol uchun, oilada daromadli a'zolar soni 2 kishi, lekin 3 ta farzandi bor. Ulardan biri shartnoma asosida oliy ta'lim muassasasida o'qiydi. Bu holatda talabaning shartnoma to'lovi miqdori ham
oilaning umumiy ahvolini baholashda inobatga olinishi mumkin. Bundan tashqari, ba'zi istisnolar nogironligi bo'lgan shaxslarga tegishli. Agar oilada birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, bu oilaga nisbatan mulkiy mezonlarga bo'lgan talablar yumshoqroq bo'lishi mumkin. Ya'ni, agar bunday oilada ikkinchi uy yoki avtomobil bo'lsa ham, ularga yordam ko'rsatish imkoniyatlari ko'rib chiqilishi mumkin. Chunki nogironligi bor shaxsning maxsus ehtiyojlari hisobga olinadi. Biroq bu mutlaq kafolat emas, balki chuqur o'rganishni talab qiladigan holatdir. Masalan, nogironligi bo'lgan farzandi bor oila ikkinchi uyni nogiron farzandning kelajagi uchun yig'ib kelgan pulga sotib olgan bo'lsa, bu holatni tushunish mumkin. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu o'zgarishlar bilan duch kelganingizda nima qilishingiz kerak? Sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam: ma'lumotlarni yig'ish. Barcha rasmiy daromad manbalaringizni, bank hisobvaraqlaridagi harakatlarni, mulkiy hujjatlaringizni, kadastr hujjatlari, avtomobil uchun texnik pasport to'plang. Agar norasmiy daromadlaringiz bo'lsa, ularni ham imkon qadar hisoblab chiqing. Oilangizdagi har bir a'zoning pasport nusxalari, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh guvohnomasi, agar ajrashgan bo'lsangiz, ajrim haqidagi guvohnoma, nogironlik guvohnomalari, tibbiy ma'lumotnomalar, agar oilada og'ir kasallikka chalinganlar bo'lsa, kabi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Ayniqsa, tibbiy xarajatlarning cheklari, to'lov kvitantsiyalari ham juda muhim. Bu juda ko'p hujjatga o'xshab ko'rinishi mumkin. Lekin ularning barchasi oilangizning haqiqiy moliyaviy holatini to'liq aks ettirish uchun kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam: davlat xizmatlari markaziga yoki mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Endilikda ijtimoiy yordam olish uchun murojaatlar asosan davlat xizmatlari markazlari orqali yoki bevosita mahallangizdagi ijtimoiy xodimga amalga oshiriladi. Ular sizga to'ldirish kerak bo'lgan arizalarni taqdim etadilar va sizdan talab qilinadigan hujjatlar ro'yxatini berishadi. Muhimi, endilikda ko'pchilik ma'lumotlar idoralar aro elektron tizimlar orqali avtomatik ravishda olinadi. Shuning uchun sizdan har bir hujjatni olib kelish talab qilinmasligi mumkin. Ammo shunga qaramay, barcha hujjatlaringizni o'zingiz bilan olib boring. Ehtimol ayrim qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lib qoladi. Uchinchi qadam: arizani to'g'ri va to'liq to'ldiring. Arizada oilaning har bir a'zosi haqida, daromadlari, mol-mulki, sog'lig'i va ijtimoiy ahvoli haqida savollar bo'ladi. Har bir savolga vijdonan va to'g'ri javob berish juda muhimdir. Agar siz biron bir ma'lumotni yashirishga urinsangiz, tizim buni aniqlashi mumkin va bu sizning murojaatingiz rad etilishiga sabab bo'ladi. Agar qandaydir savolga javob berishda qiynalsangiz, davlat xizmatlari markazi xodimlaridan yoki mahalla ijtimoiy xodimlaridan yordam so'rang. Ular sizga tushuntirish berishga majburdirlar. To'rtinchi qadam: holatingizni batafsil tushuntiring. Agar sizning holatingiz istisno qoidalarga to'g'ri kelsa, masalan, ikkinchi uyingiz bor, lekin u bank ipotekasida, yoki og'ir kasallik tufayli katta xarajatlaringiz mavjud bo'lsa, arizada buni alohida ko'rsating va tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. Bu sizning ishingizni ko'rib chiqishda muhim rol o'ynaydi. Misol uchun, sizning oilaviy ahvolingizni tushuntiruvchi qo'shimcha xat yozishingiz ham mumkin. Bu xatda sizning mulkiy holatingizning o'ziga xos sabablari, masalan, ikkinchi uyning o'tgan asrning netish yillarida ajdodlardan meros bo'lib qolgani va yashash uchun yaroqsizligi yoki farzandning davolanishi uchun olingan kreditning og'irligi yoki daromadingizning vaqtincha pasayganligi, masalan, yirik korxonada ishdan bo'shatilish kabi holatlarni bayon etishingiz mumkin. Bu sizning murojaatingizga insonparvarlik yondashuvini qo'llashga yordam beradi. Beshinchi qadam: kuzatuv va natijani kutish.
Arizangiz ko'rib chiqilgandan so'ng sizga natija haqida xabar beriladi. Agar arizangiz rad etilsa, rad etishning sabablari aniq tushuntirilishi kerak. Sizda bu qarorga nisbatan yuqori turuvchi organlarga shikoyat qilish huquqi mavjud. Shikoyat qilishdan avval rad etish sabablarini diqqat bilan o'rganib chiqing. Va agar sizning fikringizcha adolatsizlikka yo'l qo'yilgan bo'lsa, qonuniy yo'l bilan o'z huquqlaringizni himoya qiling. Hurmatli do'stlar, bugun men sizga yangi ro'yxatning asl mohiyatini, uning kimlarga qanday ta'sir qilishini va bu o'zgarishlarga qanday tayyorgarlik ko'rish kerakligini tushuntirishga harakat qildim. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishga intilmoqda. Uning maqsadi yordamni chinakam muhtoj bo'lganlarga manzilli yetkazishdir. Sizdan talab qilinadigan narsa shaffoflik, o'z holatingizni to'g'ri baholash va barcha ma'lumotlarni ochiq-oydin taqdim etishdir. Bu sizning haqqoniy yordam olishingiz uchun eng to'g'ri yo'ldir. Umid qilamanki, ushbu batafsil ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa, yoki sizning holatingiz bo'yicha aniqroq maslahatlar kerak bo'lsa, iltimos, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Men har bir savolga javob berishga harakat qilaman. Unutmang, har bir layk va obuna kanalimizning rivojlanishi uchun muhim va eng asosiysi, bu ma'lumotlar ko'proq insonlarga yetib borishiga yordam beradi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.